Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar bilan juda ham ko'p bugungi kunga kelib ayollarni bezovta qilayotgan va statistik ma'lumotlarga ko'ra ko'plab uchrab kelayotgan endometrioz kasalligi haqida gaplashib o'tamiz. Men Usmanova Hilol Anvarovna 10 yillik tajribaga ega reproduktolog, shifokor va integrativ vrach hisoblanaman va bugun sizlarga men endometrioz haqida to'liq ma'lumot berib o'tmoqchiman. Endometrioz kasalligi bugungi kunga kelib bizni tekshiruvlarimizda va bizga murojaat qilayotgan ayollarimizda juda ham ko'p uchrab kelmoqda va buni aksariyat hollarda bepushtlikni demak asosiy sabablardan biri bo'lishi ham mumkin. Bu kasallikni nimaga bugungi kunga kelib ko'p uchrayotganini bilish uchun albatta uni kelib chiqish mexanizmini biz sizga oddiy tilda tushuntirib bermoqchiman. Endometrioz kasalligi bu qanday kasallik? Bu ayol kishini bachadon ichki qismini qoplovchi endometriyadagi hujayralar to'qimalarini bachadondan tashqari joylarda joylashib ko'payishi va buni oqibatida u mahalliy joyda demak shamollashlar vujudga kelishi, shamollash natijasida esa bilasiz chandiqlar hosil bo'lishi mumkin va buni natijasida juda ham kuchli og'riqlar bezovta qilishi mumkin ayol kishida. Ya'ni bu tuxumdonlarda endometrioz kisti holatlari o'sishi, ichaklarda endometrioz holatlar bo'lishi, kichik demak chanoq organlarida joylashgan o'sha bo'shliqlarda ham endometrioz holatlari kuzatilishi mumkin. Va bu o'z navbatida ayol kishida turli xildagi demak simptomlarni yuzaga keltiradi. Bu birinchi navbatda aytib o'tganimizdek shamollash bo'lgan joyda doim demak og'riq bo'lishi, mahalliy shamollash bo'lishi va bu natijasida ayol kishi demak o'sha sotsial hayotda, turmush tarzida doimiy og'riq his qilishi, demak turmush qurgan ayollarimizda jinsiy hayotlarida ham og'riqli demak kontaktlarni bo'lishi bilan namoyon bo'ladi va eng asosiysi bu ayollarimizni reproduktologga murojaat qilishga sababchi bo'ladigan holat bu demak bepushtlikni sababchisi bo'lishi mumkin. Chunki endometriozi bor tuxum hujayralarini atrofidagi tuxum hujayralar ham sog'lomlari zararlanishi mumkin buni ta'sirida. Endometriozni demak kelib chiqishi organizmda asosiy sabablardan biri bu 4 ta faktor hisoblanadi. Birinchi faktor bu immunologik organizmni holati, ya'ni o'sha bachadondan tashqarida hosil bo'layotgan endometrioz hujayralarini demak o'z vaqtida yo'qota olmasligi bu immunitetni tanqisligi paytida ham vujudga kelishi mumkin va ayollarimizda ko'proq uchraydigan autoimmun holat kasalliklari bor. Ya'ni qalqonsimon bez bilan bog'liq bo'lgan autoimmun tiroidit holatlari, organizmda yana qandaydir autoimmun holatlar bo'lsa, bu jarayonni tezlashishiga va paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Keyingisi bu demak o'sha qon, ya'ni hayz siklida qonni bachadondan demak pastga, ya'ni qinga emas, balki tepaga bachadon trubalari tomoniga, naylar tomoniga qarab harakatlanish natijasida ham o'sha bachadon naylarida yoki bo'lmasa qorin bo'shlig'iga bu qon chiqishi oqibatida u yerda endometrioz o'choqlarini paydo bo'lish sababi bo'lishi mumkin. Va keyingisi bu demak organizmda asosiy sabab bu estrogen, progesteron, ya'ni bilasiz ayollar gormoni bor, hayz siklida qatnashadigan follikullarni yetilishiga va keyinchalik homilador bo'lishga kerakli bo'lgan estrogen, progesteron gormonlarimizni balansini buzilishi natijasida estrogenlarni ko'payib ketishi yoki ularni disbalansi hisobiga paydo bo'lishi mumkin. Va keyingisi bu organizmda makro mikroelementlarni yetishmovchiligi, jigarda detoks sistemani buzilishi, ya'ni tozalovchi vazifasini, jigarning funksiyalarini buzilishi va ichak sistemasida mikrobiotalarni ayolda ayniqsa ichaklarda va qinda mikrobiotalarni buzilishi endometriozni demak bugungi kunga kelib preventiv jihatdan oladigan bo'lsak asosiy sabablar hisoblanadi. Chunki men doim aytaman, erkak kishida ham ayol kishida ham ichaklar faoliyati, oshqozon ichak faoliyati bu juda muhim ahamiyatga ega. Ya'ni bugungi kunga kelib preventiv meditsinada ichaklar bu ikkinchi bosh miya hisoblanadi organizmni boshqarish bo'yicha. Ya'ni sizni kayfiyatingiz, sog'lomligingiz, immun tizimingizni qanday ishlashi, gormonlar balansi, hattoki mana shu endometrioz holatlarini yuzaga kelishi ham ichaklarimizni mikroflorani o'zgarishi bilan, buzilishi bilan, noto'g'ri infeksiyalarni u yerda ko'payishi bilan va kerakli bo'lgan sog'lom demak bakteriyalarning ichaklarida kamayib ketishi sabab bo'ladi. Chunki sizni kayfiyatingiz ham depressiya holatiga ko'pincha tushadigan patsientlarimizda ham ayni mana shu ichak faoliyatini buzilishi bilan bugungi kunga kelib juda ham chambarchas bog'liq. Demak biz endometriozni kelib chiqish sabablari
o'choqlarni bildik. Uni asosiy simptomlari bizga murojaat qilganda nima? Birinchisi biz demak endometrioz tashxisini qo'yishga asosan ikkita usuldan foydalanamiz. Birinchisi bu o'sha ultratovush, vaginal yoki qorin bo'shlig'i ustidan o'sha qorin sohasidan qilinadigan ultratovush orqali kistalar bor yo'g'ini ko'rish va demak endometrioz o'choqlarini aniqlash va ikkinchisi bu demak o'sha o'ziga kerakli bo'lgan qon tahlillari bor. Ya'ni endometrioz o'sha holatlarni aniqlab beruvchi qon tahlillari orqali bilishimiz mumkin. Va yana biz kerak bo'lsa ayol kishini demak kompyuter tomografiyaga ham MRTga ham jo'natishimiz mumkin agar demak biz farqlashimiz uchun. Demak sizga endometrioz tashxisi qo'yilganda yana nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Ya'ni o'zingiz ham bilishingiz mumkin sizda bu holat bormi yoki yo'qmi? Birinchidan sizda menstrual hayzni juda ham og'riqli kelishi kuzatiladi ayollarimizda va demak sizda o'sha jinsiy hayotda demak jinsiy aloqa paytida ham juda kuchli og'riqlar bezovta qilishi mumkin. Qorinni pastki sohasida o'ta kuchli og'riqlar, hattoki bir xil ayollarimizda xohish ham pasayib ketishi mumkin, chunki jinsiy aloqa payti juda kuchli og'riq sabab bo'lishi mumkin. Va keyingisi bu demak hayzni o'rtalarida ham qonli ajralmalarni kelishi yoki bo'lmasam jigarinsimon surtmalarni hayzdan oldin va undan keyin uzoq muddat davomida cho'zilib kelishi ham sizda endometrioz borligini demak ko'rsatadi va albatta siz ginekolog shifokorga yoki bo'lmasam farzand rejalashtirayotgan bo'lsangiz reproduktologga albatta murojaat qilishingiz kerak. Chunki aytib o'tganimdek tuxum hujayralarini demak o'sha endometrioz joylashgan, kista joylashgan tuxum demak chap yoki o'ngda joylashgan bo'lsa, uni atrofidagi sog'lom hujayralarni ham bora-bora bu endometrioz o'chog'i sog'lom tuxum hujayralarini zaharlashi mumkin va sizda albatta bu bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Yoki naylardagi endometrioz o'choqlari bachadon naylarini o'tkazuvchanligini buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Kichik toz organlarda turli xildagi demak o'sha ichaklarda joylashgan endometrioz o'choqlari turli xil chandiqlar, spaykalarga olib kelishi mumkin. Buni natijasida ham demak o'sha homiladorlikni bo'lishda muammolar kechishi mumkin. Agar sizda ham endometrioz, adenomioz yoki mioma kasalliklari demak qo'yilgan bo'lsa va sizni bu bugungi kunga kelib bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta qabulimga kelishni unutmang, chunki sizni sog'lig'ingiz ayollar garmoniyasi va demak turmush tarzingizda va oilangizda farzandlaringizni demak kamolida ham juda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun o'zingizga doim e'tiborli bo'ling. Videoni oxirigacha kuzatganingiz uchun tashakkur etamiz azizlarim va albatta bizni go'zal ayollarimiz o'z sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling, chunki bilasiz ayollar gormonlari to'g'ri ishlashi, bachadon tuxumdonlarni demak sog'lomlik holati bu ayol kishini tashqi ko'rinishiga va turmush tarziga juda ham chambarchas bog'liq. Shuning uchun demak kanalimizga albatta obuna bo'ling, chunki juda ham kerakli ma'lumotlarni olasiz o'zingizga. Instagram va demak Telegram kanallariga ham obuna bo'lishni unutmang. Agar sizda qandaydir savollar bo'lsa yoki sizni qiynayotgan kasalliklar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videomiz albatta sizning og'riqli nuqtangizga yechim bo'lishi mumkin.